shok haqida bilishinglar kerak. Короче, hozir video qilishga menga ham tashlab berishsa, короче, больницаga olib kirib ketishdi operatsiyaga. Endi pulini to'lagani Yulduz opa bilan Mohina kassaga borib to'laymiz desa, Ozod opa to'lab qo'yibdi o'sha hamma operatsiyani. Шок, просто mozg взрывается. Ozod opaga telefon qilyapman, как так desam, biz больницani bilib, kecha aytganingizdan keyin больницani bilib to'lab keldik hammasini deydi. Bože moj, Sabrina bir so'm pul ishlatgani yo'q. Yo klinikaga, yo boshqa narsalarga, aeroportga ham chiqib, расходlariga Ozod opani sinisi chiqib, Nilufar opa $3000 beruvdi. Больницani полный расходini to'lab ketishibdi. Представляете? Шок, просто шок. Necha kundan beri meni atrofimda chudo tворится. Я так счастлива, что shunaqa narsaga qo'shilib qolganimdan. Ertalab turib Sabrinani больницаga kirgizdirishib, men kecha ko'rib kelganimdan keyin bugun hozir operatsiyaga olishdi. Hozir operatsiya jarayoni ketyapti. Mohina bilan Yulduz kassaga borib to'laymiz desa, Ozod opa ham yo'q to'lab qo'yibdi. Polniy больницада yotishiyu, reabilitatsiyalariyu, operatsiyayu, hamma yo'g'ini odamini jo'natib, Ozod opaga to'lab qo'yibdi. Hozir Ozod opaga telefon qilib, ayt, bir og'iz aytmadingizmi to'lab qo'ydingiz desam, surpriz bo'lsin dedim. Sog'ayib ketsin, duodamiz deydi. Hammamiz shokdamiz. Shokda просто вообще sochlarim tikka bo'lib ketdi. Necha kundan beri meni atrofimda shunaqa чудесный narsalar bo'layotganidan juda ham xursandman. Ozod opa, katta rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Xudo xolisa operatsiyadan chiqib voqealar. San hozir operatsionga olishadi, где-то 1 soatcha tayyorlashadi. Keyin doktorlar kelishadi, xo'p? Nimaga yotibman deb hayron bo'lmagin. O'lay agar blin, ro'za Ramazon kuni yolg'on gapirmayman. Menda shok. Реально shok. Biz bilmagandik realni to'lab qo'yishgan. Ozod opa ham aytmagandi. Hozir telefon qilib, Ozod opa qanday qilib qildingiz desam, shunaqa to'lab qo'ydim men. Sizlarga surpriz bo'lsin dedim deydi. Shok bo'lib qoldim. Juda ham veliki ro'za Ramazon kunlari juda ham zo'r ish qildingiz Ozod opa. Katta rahmat. Biz hali ham shokdamiz. Shokda. Men kecha kechqurun yarim kechada kelganimga uxlab turib bo'lib qoldim. Shok. Bechora mana Mohina qaltirab yotibdi menga telefon qilib. Bo'sh shunaqa bo'ldi deb. Kassaga borib to'laymiz desa, o'sha to'lab ketishdi. Shunaqa odamlar to'lab ketdi. Deydi. Shok, чудесное дело, чудесные narsalar bo'lyapti ro'za Ramazon kunlari. Boje moj, endi operatsiyadan chiqib olsa xursand qilamiz yoniga borib. Ay, так волнуй. Sabrin. Etga kirolmaysizlar. Mohina onasi, представитель mendan so'rashyapti, siz bilarmidingiz? Siz bilganmidingiz? Siz bilodingizmi? Dedi. Yo'q, men bilmagandim. Biz ham bilmagandik. Этот эйфория, shuncha blin, boje moj, вот juda ham xursandman shunaqa narsalar meni atrofimda bo'layotganidan. Ozod opa prям shok qildingiz hammani. Sabrina Cabbaro'nun ameliyat ve tedavi ücreti $15.100'dır. Geldiler, ödemeyi yaptılar. Selamun aleyküm. Biz Şokdamiz. Rahmat kattakon.